Do'stlar, bita-bitadan lak bosib qo'yinglar, qaranglar. Mana shu 8 metr, 9 metr balandligiga chiqib turib, hozir umuman bezapaslik belimga narsa baylamasdan tevada yurib beraman. Qaranglar, videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, shunday tevasiga chiqib turib, to'k bor ekan, hozir pastga tushib turaverib, boshqa joydan chiqib ko'rsataman sizlarga, to'k bor ekan. Qaranglar, ko'rib turgan mahsulotlaring konteyner mahsuloti bo'lar ekan. Hamma mahsulotini o'zlaridan qilib, ustalari ham o'zidan abetini olib bersangiz bo'ldi ekan do'stlar, qaranglar. Ko'rib turgan joylaringga zavod qurib berishyapti ekan, baliq ishlab chiqaradigan, baliqda nimasini? Yemini ishlab chiqaradigan, kechirasizlar do'stlar, yemini ishlab chiqaradigan joy qilishyapti ekan. Ko'rib turgan joylaringga 22 metrga 30 metr bo'lgan joyga bez ustun qilib berishyapti ekan. Polni konteyner mahsulotidan foydalanishar ekan, qaranglar. Konteyner mahsulotini hamma o'zi yaxshi biladi. Sirosi ancha baquvvat bo'ladi, zanglamaydigan bo'ladi. Chunki bu o'zi nimalarda yurgani uchun, okeanlarda yurgani uchun zanglamaydigan bo'ladi, suv tesa ham boshqa bo'lmaydi. Bundan tashqari qaranglar. Kraskasini ham o'sha ichida qilib berishar ekan, kraskalarigacha sepib berishar ekan. Qalinligini qaranglar, buni bu tomoni 12, bu tomoni 6. O qalinligi ham anchagina qalin bo'lar ekan. Ko'rib turganlaringda har bitta 50 sm ga ustuniga xuddi shunday qilib kashaylar qo'yib ketishgan ekan. Bemalol shu narsadan foydalanadigan bo'lsangiz, anchagina baquvvat bo'ladi. Molxona quraman deyapsizmi yoki zavod quraman deyapsizmi, farqi yo'q. Qanaqa nima qilayotgan bo'lsangiz qilib berishadigan bo'ladi. Bundan tashqari mini stadion qurmoqchi bo'lsangiz ham xuddi shunday konteyner mahsulotdan qildiradigan bo'lsangiz, anchagina xizmat ko'rsatadi. Bundan tashqari buzib olib ketaman deydigan bo'lsangiz ham bemalol buzib boshqa yoqqa qursangiz bo'laveradigan bo'ladi. Materiallari aytib o'tgandek anchagina chidamli bo'ladi, ishlariga sifatli bo'ladi. Ustalarimizdan qilinadigan narsa qaranglar, materiali, elektrodi, svarkasi, balgarka toshi hamma yo'g'i ichida qilib berishar ekan. Dashi simchotkasi deb aytib o'tishgan, simchotkasigacha o'zlari olib kelishar ekan, mayda chuydasigacha. Uyingiz uzoq bo'ladigan bo'lsa, yotoq joyi bilan ovqatini qilib beradigan bo'lsangiz, pulni qilib berishar ekan. Yaqinroq joyda bo'ladigan bo'lsa, qatnab qilishaveradigan bo'ladi. Ko'rib turgan joylaring hozir 240 ming so'mdan xuddi shu ko'rinishda qilib berishyapti ekan. Buni qaranglar, har bitta shoxlarini oralarini ham yaqin qilib, baquvvat qilib berishgan ekan. Bundan tashqari bonusiga shiperni olib beradigan bo'lsa, shiperni ham qoqib berishar ekan. Xohlasangiz tunuka olib bering, xohlasangiz shiper olib bering, farqi yo'q. Ustiga qoqib berishaveradigan bo'lar ekan. Ular bonusiga bepulga qilib berishar ekan buni. Xo'p, hozir ko'rib turgan joylaringga zavod qurilyapti. Molxona qurmoqchi bo'lsangiz ham molxonaga ham uyingizni tomiga yoptiraman deydigan bo'lsangiz ham uyingizni tomiga konteyner mahsulotidan xuddi shunday qilib tom yopadigan bo'lsangiz, anchagina baquvvat bo'ladi. Teraydan qiladigan bo'lsangiz, taxtadan qiladigan bo'lsangiz, chirib ketadi, hech qancha xizmat ko'rsatmaydi yoki buzib boshqa yoqqa olib olaman deydigan bo'lsangiz ham o'tin bo'ladi xolosda. Bu 50 yildan keyin buzib boshqa uy quraman deydigan bo'lsangiz ham mahsulotlarni olib, keyingi uyingizga ishlasangiz bemalol yana anchagina xizmat ko'rsataveradi. Bu deganda ikki avlodingiz bemalol o'sha mahsulotdan foydalanadigan bo'ladi. Xo'p, narxlari 100 necha puldan boshlanardi? Ustani eng arzoni 150 ming. 150 ming so'mdan xizmat haqqilari boshlanar ekan. Obyektga qarab, ob'yomlaringga qarab, keyin ketadigan materiallarga qarab turib xizmat ko'rsatishar ekan. Narxlari shu 150 ming so'mdan yuqoriga qarab ketadi. Mana qilib ustunlar bilan qiladigan bo'lsangiz 240 ming so'mdan qilib berishar ekan. Xuddi shu ko'rinishda yopib turib, xohlasalaring shilaka blokda urib olinglar yonini, xohlasalaring g'isht uringlar, pishig'ish farqi yo'q, nimada bo'lsa, atrofini yopib oladigan bo'lsangiz, tayyor joy bo'ladi, qoladi. Shuni steyashkasini qiladigan bo'lsangiz, bemalol ishlab chiqarish qilasizmi, nima qilsangiz qilaverasiz. Bu joyga qaranglar, baliqga oziq-ovqat ishlab chiqaradigan qilyapti ekan. Hozir tagiga bitta steyashka qiladi, atrofini o'rab beradigan bo'lsa, tayyor joy bo'ladi. Xo'p, ustaga mana shu necha kvadrat bo'lgan hozir bat? 600 kvadrat. Necha kunda qilib berib ketasizlar batda? 18 kunda tayyor qilib ketishyapti ekan. Nimalaringni o'lchaydi, joylaringni o'lchab turib, mahsulotlarni tayyor olib kelishadi. Tayyor olib kelib turib, shu yerga olib kelgandan keyin o'rnatib berib ketishadi. 10 kun, 15 kun ichida ko'rib turgan joylaring anchagina katta joyga 18 kun ichida bir pasda qilib berib chiqib ketishyapti ekan. Kimga shunaqangi konteyner xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, videoda pastiga nomer qo'yaman. Aloqaga chiqsalaring, meni kanalimdan oldim desalaring, xudo xohlasa chiroyli qilib bonus ham qilib berishadi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Farqi O'zbekistonda xaritasiga kirib bo'lsangiz bo'ldi, qilib berishaveradi. Bundan tashqari chet el davlatlariga, masalan, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston aloqaga chiqadigan bo'lsalaring, sizlarga ham xuddi shunday qilib konteyner mahsulotidan chiroyli qilib berishadi.